Mana bozorimizni qurilishida ishtirok etgan ustalarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Bu tasliga pul bergan narsada yurtni obod qilgansizlar. Alloh taolodan salomat qilsin. Sizlar qurgan imoratlarda, joylarda, maskanlarda insonlar baraka topsin. Alloh taolo buni huzur halovatini ham dunyodan g'aribga ko'rsatsin. Bitta olamga bitta binoni qilib berilsak, o'z yo'liga, lekin ko'ngildan chiqarib qilishlikda boshqa narsa bor. Shuning uchun Rasululloh hadislari bor. İşini puxta qilgan hunarmand jannatda siddiq bandalar bilan bo'ladi. Siddiqlar eng yuqori maqomdir. Payg'ambarlardan keyin maqom siddiqlarning maqomi bo'ladi. Ana ishini puxta qilgan hunarmand shu ekan. Ilohim sizlarga ham Xudo taolo ko'p xayr ishlarga tavfiq salomat qilib, ko'p shogirdlar chiqarib, shunaqangi baraka olishlar davom etadi. Yurtimizni obodonligi doim hissador bo'linglar ilohim. Hammamizni ilohim xayrlagan duo qilamiz, chunki hamma o'tirgan uyimizni ham ustalar qilganda. Masjidimizni ham ustalar qiladi. Maktabimizni ham nima imorat borki ustalar ishda Alloh taolo tanjolar salomat qilsin. Buni barakasini dunyoda ham oxiratda ham savobini ko'ringlar ilohim. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va sallam. Endi mana bu yerda ularga ozginadan sovg'a bor ekan, bu ham ularning minnatlarini e'tirof qilishlik. Marhamat. Kimga bu? Marhamat. Mana. Akmaljon. O'zingiz bering. Ya rahmat. Hayvonlardan ashyo ketdi. Ha, yashasın. Allah razı olsun. Allohu akbar. Rahmat. Mana akalar, ukalar taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Endi Xudo xolasa bozor bilan bir hammani tanishtirib o'tiladi. Qilingan sharoitlar bilan. Allohu akbar. Ana ochilish oldidan imomlarimiz tomonidan duo fotihalar qilindi. Xudo xolasa ertadan ko'rasizlar, bozorimiz ertadan faoliyatini boshlaydi. Sharoitlar kecha video qilganimizda aytib o'tganimizda juda zo'r, a'lo darajada. Xudo xolasa masjidda biz xizmatdamiz. Zamonaviy. Ha? Sharoitda ham zo'rin, sharoitda ham ko'ring. Yolg'on aralashgan savdoda baraka bo'lmaydi. Mana hadislardan. Kim bizni aldasa bizdan emas. Mana e'lonlar favqulodda holatda ana bunday narsalar qilib qo'yilgan yong'in xavfsizligi uchun. Mana bu buqalar bo'limi, buzoqlar bo'limi, keyin xonajillar bo'limi, eng chekkadagi hayvon sigirlar bo'limi. Bundan uyog'i qo'y va echki, mayda hayvonlar bo'limi. Shu qadrli aka-ukalar, ochilishi 2026-yil 25-aprel
Kelaverasizlar, lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning chorbasiga Alloh baraka bersin. Aytgancha, birinchi bozor ochilishida bepulga hamma hayvonlarga kiraveradi, hech qanday chek-bek olinmaydi. Birinchisi bonus, birinchi bozorimiz bepul. Kelaverasizlar, shu videomizni boshqa gruppalarga podelish qilib yuborasizlar.